Moğollar Xitoy sulolalariga va Xorazm podshohligiga va shu atrofdagi zamonlarga tajovuz qilib, vahshiylarcha qirg'inchilik olib bordi va Abbosiylar xalifaligini ham yiqitdi. Orqadan Sham zamonlariga hujum qilib, islom chegarasining eng oxirgi qo'rg'on bo'lgan mamluklar davlatiga taslim bo'lish to'g'risida maktub avatdi. Mo'g'ullar yengilmaydi. Agar birasidan Mo'g'ullar yengildi desa, hargiz ishonma degan so'zlar kishilar orasida ig'izdan ig'izga ko'chib yuradi. Misrda zo'r g'ulg'ula ko'tarildi. Hamma yerni vahim bosdi. Chunki Mo'g'ullarning qilmishlari butkul jahonga pur ketgan edi. Dal mushunda qalqiliq paytlarda haqiqatparvar islom olimi Iz ibn Abdusalom o'rnidan dasturib jihad qilishga chaqiriq qildi. Sayfiddin Quddus ham kelgan mutakabbir Mo'g'ul elchilardan bir qanchasining kallasini elib, sepil ustiga isib qo'yib, kofirlarga tez pikmaydigan qat'iy pozitsiyasini namoyon qildi. Qanamsa sizlar bilan Qanxur Mo'g'ul imperiyasining yemilishiga yo'l ochgan islom tarixidagi eng mashhur janglardan Aynjalu jangi bilan tanishib chiqaylik. Mujohidlarning jang maydonidagi ahvoli. Rukniddin Bibars boshchiligidagi askarlarning boshlanmasi jang maydoniga kirib bo'lgandan keyin navbat harbiy navoga keldi. Dumboqchilar dumboqlarni ursa, burg'uvchilar burg'ullarni chalatdi. Mis kanaylarning chilingan ovozi o'ziga xos hayvatni hosil qilgan edi. Bu Aynjalu jangida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'ldi. Har bir ahang alayda ma'noni ifodalab, askarlarni shuning binoan boshqaratdi. Dushman bo'lsa buningdan g'aflatda. Har bir harbiy holatning o'ziga xos navo ahang bo'lib, musulmon lashkari qo'mondoni Qutuz ma'lum musobadan turib, shu o'rindagi lashkarlarni ko'zitib turardi. Vodiyning orqa tarafida bir mutirikchan qolmaydi. Islom lashkarlarining qolgan asosiy qismi daraxtlar va to'piliklar orqasida yoshirilgan edi. Jang maydonida faqat Rukniddinning guruhi turardi. Ketbugayga yetib kelgan xabar ham shu qo'shin to'g'risida bo'lganlik uchun u islom lashkarlarining bari shu bo'lishi kerak deb o'yladi. Lekin ming afsus, Mo'g'ullar qissasini rivoyat qilgan kishilar Aynjalu jangiga ishtirok etgan musulmonlar qo'shinining sonini ham, Mo'g'ullarning sonini ham aniq zikr qilmagan. Lekin har ikki tarafning zo'r songa ega ekanligi aniq. Mo'g'ul qo'mondoni Ketbuga Nayanning nazarida islom qo'shinining soni oz ko'ringanligi uchun jang boshlanishi bilanla musulmonlar qo'shinini bir taraf qilib, masalani hal qilmoqchi bo'ldi. Rukniddinning qo'shini zo'r ko'rinishli bo'lib, Mo'g'ul lashkarlarining qalbiga qo'rqinch solsa-mu, dushmanlarning soni oz degan tushuncha ularga ilhom beradi. Mo'g'ul lashkarlari Rukniddinning lashkarlarini bir hujumda qirib tashlaymiz deb, hammasi jang maydoniga tashlandi. Bu Qutuz planiga ayni muddo bo'ldi. Mo'g'ul qo'mondoni Ketbuga lashkarlarga jang kirishga ishorat qildi. Ular vahshiy hayvonlar kabi bor ovoz bilan qichqirib, to'lab musulmonlar ustiga bostirib keladi. Haqiqatan ularning soni bek ko'p edi. Lekin Rukniddin Bibars va uning yonidagi botur erkaklar qimirlamasdan mardona qarab turibdi. Mo'g'ul lashkarlari musulmonlarga yaqin kelganda Rukniddin Bibars o'z qo'shinini jang boshlashga ishorat qildi. Qo'shin o'rtasida qo'rqinchli va shiddatli to'qinish maydon keldi. Jang maydonidan jang ko'tarildi. Mamluklarning daqdumboqlari, burg'ularning ovozlari, vodiyning atrofidagi musulmon xalqining takbir ovozlari olamni tutdi. Qisqa vaqt ichida jang maydonini uzilgan inson a'zolari, boshlar, jasadlar va tuproqqa orilishib ketgan qonlar bilan to'ldi. Hamma taraf dahshatga aylandi. Igiz ko'tarib havoda o'ynayotgan qilich, shamshar, nayza qalqondan nim bo'layotganligini bilish qiyin. Ular ham boshqalarga o'xshash butkul hayotida bundoq dahshatni ko'rmagan. Darhaqiqat bu jang yer yuzidagi eng katta janglardan bo'lib, o'sha kuni mamluklar jamoati musulmonlar ichida eng afzal guruh bo'lib qoldi. Musulmon lashkarlarining muqaddimasi oz bo'lishiga qaramasdan sabr qilib sabat turdi. Qarshisida turgan Ketbuga birmu askarni orqada qoldirmay, hammasini jang maydoniga to'kdi. Hadislarni Qutuz yiroqdan kuzatib turardi va pistirmitdagi asosiy qo'shin ham Qutuzning buyruqini taqozolik bilan kutib turardi. Daqiqalar va soatlar xuddi kun oylardek o'tib. Mo'g'ullar pastgo'yga tushishga boshladi. Ular musulmonlardagi shijoat, jasorat va quvvatni ko'rib, ruhiyatlari xilla tushishga boshladi. Bu Qutuzning taktikasining boshlang'ich bosqichi edi. Jang planini amalga oshirish uchun hushyorlik bilan jang asnosida bir paytda chekinish kerak edi. Aks holda musulmon qo'shini zo'r talafot ko'rishi turganligi. Bu vazifani amalga oshirish uchun katta mahoratga, uningdan oldin olamlar Parvardigori Alloh subhanahu va taoloning tavfiqiga muhtoj edi. Hijriy 19-yilda Fariz quvvatiga qarshi jangda ham ayni vaziyat maydonga kelgan. Shu jangda Rukniddin Bibarsning o'rnida sahobi Qaqa ibn Amr at-Tamami radhiyallohu anhu
Qutuzning o'rnida bo'lsa, Nu'man ibn Muqrim radhiyallohu anhu bor edi. Qaqa ibn Amir at-Tamimi radhiyallohu anhu ashu jangga bahayvat Faris quvvatini musulmonlarning xatarlik pistirmasiga boshlab kirgan. Oxir oqibat zo'r Faris quvvati tarmor qilingan edi. Bu o'rinda Ayni Jalut jangida Qutuz rahimulloh tarixda salaf musulmonlarning tajribalaridan go'zal ibrat va namuna oldi. Rukniddin Bibars asta-asta orqaga chekingan sari Mo'ng'ul lashkarlari uning o'rnini egallab boradi. Musulmonlar mag'lubiyat o'yinini xuddi rostdek o'ynab berdi. Kitbuga va Mo'ng'ul lashkarlari borgan sari musulmonlarni yanjib tashlash ishqiyog'ida vodiyning ichiga kirib boradi. Go'yo vaqt ham hodisni kuzatish uchun bo'p qilib o'tishdan to'xtab qolgandek bilindi. Oxiri Mo'ng'ul lashkarlari vodiyga to'liq bilan kirib bo'ldi. Rukniddin Bibars boshliq qo'shin vodiyning shimolidan janubiga chekingan edi. Kitbuga bundaq katta va qo'pol harbiy xatolikqa qanday yo'l qo'ydi? U noiti mahir va farosatli sarkarda bo'lib, uzoq yillardan beri jang maydonida edi. Ya'ni u Xulagoning ishongan tog'i edi. 60 yoki 70 ni oshgan Kitbuga 34 yil muqaddam o'lgan Chingizxonning Mo'ng'ul davlatini qurishga ishtirok etgan. Shundan beri jang maydonida edi. Har yurg'ining bir tayilishi bor degandek, farosatli sarkarda vodiyga kirish ig'izida bir guruh askar qoldirmay katta xatoga yo'l qo'ygan edi. Birinchidan bu urush jarayonini kuzatish, bariyo mag'lubiyat alomati ko'rilsa, orqaga xotirjam chekinishni ta'minlasa, ikkinchidan musulmon lashkarlarga tashqi yordam kuchini vodiydan to'sish uchun kerak edi. Lekin bundoq bo'lmadi. Jang maydonida butun va nozik va qoltiz vaziyatda Mo'ng'ul aqli qochdi. Ba'zi tahlilchilar bu hodisani Kitbuga musulmonlarni butun qirib tashlashga rag'bat qilganlikdan shu xatoga yo'l qo'ydi desa, yana boshqalari Kitbuganing ayg'oqchilari kuchsizligi sabab islom lashkarlarini haqiqiy baholamaganligidan deydilar. Ba'zi tahlilchilar Kitbuganing haddidan ziyoda mag'rurligi va cho'ngchiligidan shu ahvolga tushdi deb sharhlaydi. Biroq bu tahlillarning birasi Kitbugadek mahir sarkardaning bundaq katta xatosini aqlay olmaydi. Qadar kelsa basar ketar deganda Kitbuganing bu holatga tushishini tushunish uchun biz musulmonlarga siyosiy tahlilchilarning yoki tarix mutaxassisining fikri bek zo'r emas. Atrofimizda bo'layotgan har qanday harakat kimning qo'li bilan bijirilmasin, faqat va faqat Alloh taolaning buyrug'ini bijilayotganligi bizga sir emas. Agar shu holat 100 marta takrorlansa ham, shu holatda ayni shaxs ayni Qur'onni qabul qilinishini Alloh xolisa uningdan boshqasini qila olmaydi. Bu o'rinda Alloh taolo mu'min bandalarga nusrat berishni xohladi. Shuning uchun kuchli, farosat sohibi, mahir sarkarda qalbiga bu o'rinda uning aqliga muvofiq qaror qabul qilishni o'rlashtirdi. Bu Alloh taoloning ishidir. Shunday qilib Kitbuga lashkarlarni vodiyga boshlab kirdi va musulmonlarning ikkinchi plani muvaffaqiyatli amalga oshdi. Planning 3-bosqichi nihoyat muhim edi. Muayyan ma'noni bildiradigan dumboq urildi. Burg'ular chelindi. Islom lashkarlarining katta bo'ligi vodiyning hamma tarafidan sharq, g'arb va janub tarafidan jang maydoniga etilib tushishga boshladi. Lashkarlarning bir guruhi shimol tarafdagi kirish va chiqishi bo'lgan eg'izni to'sishga kirishdi. Shu tariqada sanoqli daqiqalarda Mo'ng'ul lashkarlari qorshab ilindi. Kitbuga musulmonlarning pistirmasiga tushganligini tushundi. Lekin vaqt o'tgan edi. Darhaqiqat Ayni Jalut vodiysida Mo'ng'ul lashkarlari to'rt tarafdan qorshab ilingan. Qaytishning yoki ilishilishning umuman imkoni qolmagan. Vodiy tuz va ochiq maydon. Qilich yoki qalqonning orqaga o'tib yemaylanmasa, boshqa joyning o'zi yo'q. Mo'ng'ullar bor kuchlari va boturligini ishga silib, jon-jahllar bilan jang qildi. Musulmonlar sabr qildi va sabat turishdi. Holat nihoyat muhim bo'lish bilan birga intayin xatarlik edi. Amdi masala g'albi masalasi emas, hayot mamotlik masalaga aylandi. Mo'ng'ul lashkarlarining o'ng qanoti islom lashkarlarining so'l qanotidan ustun kelishga boshladi. Sarmuddin Aybek elchisi xabar bergandek, Mo'ng'ul qo'shinining o'ng qanoti xil kuchli edi. Musulmon qo'shinining so'l qanoti Mo'ng'ul qo'shinining o'ng qanoti besim ostida asta-asta chekinishga majbur bo'ldi. Mo'ng'ullar musulmon qo'shinining so'l qanotini yerib chiqishga boshladi. Musulmonlar safida shehidlar ortib boradi. Mo'ng'ullar bir oz jonlandi. Agar ular islom lashkarlarining so'l qanotidan to'liq yerib chiqsa, musulmon qo'shiniga texim kirishgan va Mo'ng'ullar tarafi ustunlikroq holatga o'tgan vodiyning etikligi musulmonlar ziyniga bo'lishi mumkin edi. Muzaffar Qutuz to'pilikda saflarning orqasida turib vaziyatni nazorat qilib turardi. Lashkarlarning so'l qanoti duch kelgan holatni ko'rib, cho'ng kichik guruhlarni Mo'ng'ullar yerib chiqayotgan joyga to'qinoq qildi. Shuningda ham Mo'ng'ullarning besimi tugimidi.
Ba'zi musulmonlar vaziyatning qiyinlashganligini his qilib, ruhiyatlari tushdi va Nusratdan umidlarini uzishga boshladi. Mo'ng'ullar yengilmaydi degan qabiliyatga gap so'zlar hali ham unutilib ketgan yo'q. Qutuz Rahimulloh bu vaziyatning hammini ko'rib turibdi. U so'l qanotga qo'shimcha kuch avatgan bo'lsa ham foyda bermadi. Oxiri u maydonga o'zi tushishdan boshqa chora topmadi. Qutuz o'zi maydonga tushishga boshladi. U maydonga komil askar qiyofatida emas, Alloh yo'lidagi o'limdan qo'rqmasligini namoyon qilib, beshidagi dubulg'isini yeshib yerga otdi va jang maydoniga etildi. U jangga kirganda butkul vaziyatni ostin ustun qilgan mashhur so'zini yuqori ovozda to'lidi. Qutuzning hamma yoqni tutgan "Va isloma" degan ovozi quloqlar orqali qalblarga yetib bordi. Barchaning ko'z oldida oldinlarga qo'yilgan g'oyalari texmo ro'shanlashdi. Maqsadlari saltanatni qo'lga kirgizish emas, islom g'oyasi ekanligini, yosh sulton hayoti bilan kurash qilib, askarlar va xalqi bilan bir safda turib, o'z vujudini namoyon qildi. Musulmon lashkarlarining himmati va g'ururi jush urib to'lqinlandi. Qarshisida turib, yirtqich kabi qichqirayotgan Mo'ng'ul askarlari hech narsa bo'lmay qoldi. Islomni yo'q qilishga bel bog'lagan vahshiy Mo'ng'ul hujumga jonlarini fido qilib tashildi. Ayni Jalut vodiysida urush avjiga chiqdi. Jang maydoniga jasadlar to'shib, vodiy atrofidagi xalqning takbir sadosi osmongacha yetdi. Musulmonlar Ramazonning bu ulug' kunida ixlos bilan Allohga duo qilib yelindi. Qutuz baturlarcha jang qilib boradi. Xulaguning maktubini keltirgan 5 elchi ichida o'ltirilmay qolgan bir elchi bor edi. Uni mamluklar o'z bilan birga jangga elib kirgan. U jang paytida Qutuzni nishonga ilib nayza otdi. Biroq nayza Qutuzga emas, uning etiga tegdi. Ot yerga jon bergan holatda yiqildi. Qutuz piyoda holatda qoldi, lekin hech ishkilanmay orqaga qaytmasdan joni davom qilaverdi. Mo'ng'ul bolaning Qutuzga nayza otganini ko'rib, bir musulmon lashkar uni o'ldiribdi. Musulmon amirlardan biri Faxruddin Qutuzning piyoda jang qilayotganligini ko'rib, u tarafga itildi va uningga etini taqdim qildi. Qutuz Rahimulloh, musulmonlardan seni mahrum qilaymi degan ma'nodagi so'zni aytib, uni qabul qilmadi va ta bir egisiz ot o'z yiniga kelmagicha piyoda holatda jang qildi. Jang maydonida buningga ko'zi tushgan bir amir palonchining etini minmidingiz. Agar dushmanlar ba'zisi sizni shu holatda ko'rishganda sizni o'ldirar va siz sababidan islom halokatga uchirgan bo'ladi-ku deb so'radi. Qutuz Rahimulloh tuvan ahongda: "Yaqin ishonch bilan men o'ldirilsam, Alloh izin bersa jannatga boraman. Islomning bo'lsa zoyi qilmaydigan Rabbisi bor. Falonchilar o'ldirildi" deb Umar, Osmon, Ali radhiyallohu anhular qatori amirlarni sanab o'tdi. Alloh taolo islomni zoya qilmadi, balki Alloh taolo boshqalar bilan islomni qoyim qildi deb javob berdi. Darhaqiqat ummatning qadri shu tallarning yelkalarida emas edi. Bu holatga guvoh bo'lgan musulmonlar butun imkoniyatlarni ishga solib jang qildi. Mo'ng'ullarga o'xshab jon saqlash uchun emas, yo nusratga erishish, yo shahodatga erishish uchun jang qildi. Allohning fazli marhamati bilan urush qaytadan musulmonlar foydasiga o'zgarishga boshladi. Chekinish navbati Mo'ng'ullarga keldi. Mo'ng'ul qo'mondoni Ketbuganning o'limi. Bir vaqtlar Nasir Yusufning qo'shinida bo'lib, Mo'ng'ullardan qochgan, lekin keyincha Ayni Jalut jangidan oldin kelib, Qutuz Rahimullohning qo'shiniga qo'shilgan Mahir Sham amirlaridan Jamoliddin Mahir Shamsi oldiga chiqdi. U jang maydonida zo'r tirishchilik ko'rsatib, Mo'ng'ullar sepini yerib boradi. Mo'ng'ul sarkarisi Nasrani Ketbugaga yetib keldi. Mardona holda shamshirni ko'targan Jamoliddin va jon jahlida qilich o'ynatgan Ketbuga o'rtasida ilishish boshlandi. Va Ketbuganing ruhini Alloh taolo u qo'mondan Jamoliddinga hadiya qildi. Ya'ni Ketbuganing o'limi sababi Mo'ng'ul qo'shinining ma'naviyati sundi. Ketbuganing o'limi urushda hal qilg'uch nuqtani qo'ygan va Mo'ng'ullarga vaziyat butun o'zgargan. Ularning oldida asosiy maqsadlari Ayni Jalut vodiysining kirish qismini yerib chiqish va qechib jon saqlash bo'lib qoldi. Mo'ng'ullarning asosiy qismi musulmonlar lashkarlarining oyig'ida chirigan daraxtdek qulab halok bo'ldi. Ularda na hayvat, na so'lat qoldi. Bahayvat Mo'ng'ul qo'shini parcha-parcha qilib tashlangan. Ular tish tarnoqlari bilan musulmon guruhining orasini yerib chiqishga urindi. Qattiq urinish va ko'p qurbonlik badiliga yerilish paydo bo'ldi. Bu yerdan jon jahli bilan qechib, Ayni Jalut vodiysidan chiqib, shimol tarafga qechishga boshladi. Musulmonlar Mo'ng'ullarni tozlab, bir qismini o'ldirib, bir qismini asir oldi.
Musulmonlar o'z oldiga qo'ygan maqsadlari jangda g'olib bo'lib, atrofda siyosiy mavqega ega bo'lish emas, balki islom o'lkalarini Mo'ng'ullarning zulmidan tamoman qutqizish edi. Mo'ng'ullar shimol tarafga qochib, Betishan mintaqasiga yetib oldi. Betishan mintaqasi Aynijalut vodiysidan 20 kilometr shimol-sharqqa joylashgan. Musulmonlarning qo'g'lab kelayotganligini ko'rgan Mo'ng'ullar jang uchun saflarni qayta tartiblashga va yana urushishga majbur bo'ldi. Tarixchilar Betishan jangi Aynijalut jangidan qiyin va mushaqqatli bo'lganligini hamda Aynijalut jangidan ko'proq Mo'ng'ul lashkarlari qatnashganligini xabar berdi. Uningda Mo'ng'ullar dahshatli jang qildi. Bor kuchlari bilan jon saqlashga harakat qilib, musulmonlarga qattiq zarba berdi. Ayni shu chog'da musulmonlar yana bir qitim imtihon qilindi. Bu dahshatdan qattiq larzaga tushdi. Bu damlar musulmonlar uchun og'ir sinoq bo'lgan edi. Buni ko'rgan Qutuz rahimulloh sobit qadamlikka chaqirdi va yana bir qitim o'zining unutilmas so'zlarini xitob qilib, "Va isloma! Va isloma!" deb bor ovozda to'lidi. Shu vaqtda tavozu bilan bandan Qutuzni Mo'ng'ullarga g'olib qil deb duo qildi. Bu o'rinda Qutuz bandilikini, qulluqini e'tirof qildi. U o'zini podshoh Muzaffar yoki Misr sultoni yoki Amir al-Muslimin emas, bandan Qutuzni deb ubudiyatini yod qildi. Bu qandoq ham yaxshi. Banda ixlos bilan yelinib Allohga yo'l ursa, Alloh taolo u bandasini qandoq tashlab qo'ysin. Alloh taolo shundoq zotki, banda uningga ikki qo'lini ichib duo qilsa, u uning qo'lini quruq qaytirishdan hayo qilar ekan. Qutuz rahimulloh agar sadoqat bilan ishik qoqsa, albatta ichiladigan ishikni qoqqan edi. U osmon va zamin uning qo'lida bo'lgan zotga nihoyat yaqin bo'ldi. Yer yuzida podshohlar tavozu bilan itoat qilsa, osmon va yerning podshohi uningga rahim qiladi. Qutuzning sodiq tavozusi go'yo Mo'ng'ul lashkarlarining ustiga tushib, uni butkul yakson qilgan tog' edi. Qutuz rahimulloh duosini tugatmay turib, Mo'ng'ul lashkarlari kuchsizlanishga boshladi. Subhanalloh. Bundan oldin yer yuzida dahshat yurgizib turgan Mo'ng'ul askarlari Betishan yerlarda xor holatda ruhsiz yotadi. Musulmonlar qattiq urushib Mo'ng'ul lashkarlarini yengdi va islom bayrog'ini ko'tarib Mo'ng'ul bayrog'ini yiqitdi. 43 yildan beri orzu qilib kutgan orzulari kelgandek bo'ldi. Yer yuzining yarmidan ko'prog'ini egallab, millionlab insonlarni o'ldirgan, minglab shaharlarni xarobalikqa aylantirgan, yer yuzini fasodga to'ldirgan Mo'ng'ul lashkarlari bir tal qo'ymay qirib tashlandi. Islom lashkarlari buyuk g'alabaga erishdi. Mevini uzdigan vaqt keldi. Qutuz rahimulloh Mo'ng'ullarning jasadlarini Betishan yerlarida yotganini ko'rib, qanotini tik tutib g'ururlanmadi. Kibrlanmadi ham. Balki eng birinchi qilgan ishi etidan tushib, olamlar Rabbisi Alloh subhanahu va taologa shukr sajdasi qildi. Keyin 2 rakat namoz o'qidi. Musulmonlar bu jangda behisob g'animatlarni qo'lga keltirdi. Qutuzning islomdagi qimmatini bilishni istaganlar yer yuzida kibr, faxr, manmanlik bilan boshqalardan o'zini yuqori sanab yurgan. Odamlar orasida bo'ynini uzun tutadigan, xuddi butun yer yuzini egallab olgan yoki buyuk tog'larga teng kelgandek yerda kerilib yuruvchilarga nazar solsin. Undoqlar ummat uchun biror ish qilmagan, balki xalqning beshiga chiqqan baladir. Shundoq shaxslarga nazar selinsa, Qutuz rahimullohning haqiqiy qadr-qimmati namoyon bo'ladi. Ani shuningda Qutuzning g'albisi va yengilmas qo'shinning mag'lubiyati uni ajablantirmaydi. Haqiqatan Alloh biror kishiga zulm qilmaydi. Qutuz rahimulloh omon zamonda hamma yaxshi vaziyatda hokimiyat beshiga kelmagan edi. Dalakis hamma vaziyat buning aksi edi. U Alloh taoladan madad so'rab, sadoqat va ixlos bilan amal qildi va boshqalarning ham uning sepiga qo'shilishiga targ'ib qildi. Musulmonlar ham Qutuz rahimulloh aytgandek amal qilganda maqsadlarga yetdilar. Vaholanki Misrdagi holatning yaxshilanishi uchun yillar yoki asrlar kerak edi. Aynijalut jangi Qutuz rahimulloh taxtga o'tirgandan 10 oydan keyin sodir bo'ldi. Eng muhimi muxlis, sodiq, bilguchi va bilgini amal qilguchining mavjud bo'lishidir. Alloh taolo va'dasiga hargiz xilof qilguchi emas. U zot o'z kitobida xitob qildiki, albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirganlarga hayoti dunyoda ham guvohlar hozir bo'ladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida ham yordam beramiz. G'ofil surasi 51-oyat. Aynijalut jangi islom tarixidagi janglarning eng buyuklaridir. Bu jang yer yuzida musulmonlar hayotida cho'nqur iz qoldirdi. Bugun ham qaraydigan bo'lsak, butun islom tuproqlari tajovuzchi kofirlarning yoki ularning malaylar tarafidan ishg'ol qilingan.
boyliqlari talon-taroj qilinib, izzat ifti dafsandi bo'lgan, hammadan muhimi Qur'oni, dini, payg'ambari haqorat uchrayotgan bugünkidek ichinarlik bir kunda musulmonlar dunyo maishatlari bilan mashg'ul. Acaba bugun bizning voy islomim deydigan kunlarimiz kelmadimi? Men avval bu so'zlarni aytarkanman, o'zimga va sizlarga Alloh taolodan mag'firat so'rayman. Alloh subhanahu va taolodan o'z qonunlarini bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berib, foydalantirishini va tarixni bizlarga ibrat qilishini so'rayman.